Barchangizga xayrli kech. Yaqinda Reddit saytida hikoyalarni ko'zdan kechirarkanman, bir hikoya beixtiyor e'tiborimni tortdi. Muallif anonim. Hozirda uni sizlarga hikoya qilib bermoqchiman. Xullas boshladik. Bugun ertalab uyg'onganimda kiyimlarim stol ustiga taxlab qo'yilganini ko'rdim. Avvaliga miyam buni qabul qilmadi. Ko'zlarim ochiq edi, lekin o'ngim hali uyg'onmagandek go'yo. Men har doimgidek shiftga tikilib yotardim. Bu yerda mayda yoriq bor. Men uni yillar davomida bilaman. Va o'sha yoriq joyida edi. Demakki men uyg'oq edim. Ammo stul har doimgidek joyida emasdi. U stol ostidan chiqarilgan, karavotga qaratilgandi. Go'yo kimdir o'tirib, meni kuzatgandek. Birinchi soniya davomida umuman qimirlamadim. Ichimda g'alati bir his paydo bo'ldi. Xuddi xonada yolg'iz emasligimni tanam bilib turgandek, ammo aqlim hali bunga qarshi kurashayotgandek. Kiyimlarim juda tartibli edi, haddan tashqari tartibli. Men hech qachon shunaqa buklamayman. Taxlash bu sabr talab qiladi. Men esa odatda kiyimimni shunchaki tashlab qo'yaman. Eng ustida kecha kiyib yotgan ko'ylagim turardi. Men uni tanidim. Yelkasidagi mayda ajin, tugmasini tirnalish. Bu men kecha kiyib yotgan kiyimim edi. Paypoqlarimni juftlab o'rab qo'yilgandi. Bu joyda yuragim bir marta qattiq urdi. Men paypoqlarimni hech qachon juftlab o'ramayman. Bu mayda detal. Lekin aynan shunday mayda narsalar odamni aqldan ozdiradi. Chunki bu tush bilan izohlab bo'lmaydi. O'tirib qoldim. Ehtiyotkorlik bilan ovoz chiqarmasdan qo'l g'ichirlamadi. Xona juda sokin edi. Hatto tashqariga shahar shovqini ham eshitilmasdi. Go'yo kvartira ovozini yutib yuborgandek. Men eslashga harakat qildim. Kecha nimani eslayman kechagi kundan? Ajabo. Uyga kech qaytganimni, qulfni ochganimni, oyoq kiyimlarimni yechib, sumkamni eshik yoniga tashlaganimni. Tanam esa harakatda bo'lgan, lekin fikrlarim juda sekin edi. Go'yo miyam uxlayotgandek. Ko'ylagimni yechganimni esa eslay olmayman. Keyin esa bo'shliq. Xuddi kimdir xotiramni ehtiyotkorlik bilan o'chirib tashlagandek. Ko'ylakni qo'limga oldim. U toza edi. Hali ham iliq, go'yo yaqinda dazmollangandek. Undan krivush kukuni hidining yengil, ammo begona esi kelardi. Men bunaqa gel yoki kukuni ishlatmayman. Bu men uchun begona hid. Ko'ylakni yuzimga bosganimda birdan bir fikr miyamdan o'tdi. Bu shunchaki tush bo'lsa-chi? Agar tush bo'lsa, nega unda tushda hid bor? Hidlar tushga kirmaydi. Shu paytgacha ichimda sovuq bir fikr uyg'ondi. Kvartiramda kimdir bo'lgan. Eshikning oldiga bordim. Eshik qulf. Eshik romda tirnalish yo'q. Derazalar yopiq. Hammomga tegilmagan. Oshxonada esa hamma narsa joyida. Bu eng qo'rqinchlisi edi. Hech narsa buzilmagan. Faqat o'zgartirilgan. Shunda ortiqcha ko'ylakni payqadim. Oddiy, to'q kul rangda. Yorlig'i yo'q. Hech qanday belgi yo'q. Go'yo hech qachon sotuvda bo'lmagandek. Men uni tanimadim, to'g'riroq eslay olmadim. Ammo u menga mukammal mos tushdi. Juda mos. Yelkalari, yenglari, hatto bo'yin qismi ham. Xuddi kimdir meni o'lchab ko'rgan va uxlab yotganimda bu ko'ylakni olib kelib tashlab ketgandek. Yuragim tez-tez ura boshladi. Agar kimdir kvartiramga kirgan bo'lsa, u hech narsani o'g'irlamagan, qochmagan va shoshilmagan. Kvartirani yana bir marta aylanib chiqdim. Bu safar sekin dush pardasi ortini ochdim. Shkafni tekshirdim. Eshik bilan rom orasiga qaradim. Hech kim yo'q. Lekin shu yerda g'alati bir narsa sezdim. Kvartira menga begona tuyula boshladi. Xuddi xonalar bir necha santimetrga siljigandek. Devorlar juda yaqin, shift esa pastroq. Havoning o'zi ham boshqacha edi. Qandaydir og'irroq, nafas olishga qiynalaman. Yotoqxonaga qaytdim. Kiyimlarimga qarab o'tirib qoldim. Shunda yana bir narsa sezdim. Stol ustida namdog' bor edi. Kichkina, dumaloq. Go'yo kimdir qo'li bilan polga tekkandek. Men u yerni artmadim, tegmadim ham. Faqat qarab o'tirdim. Shu paytda angladim. Kimdir meni uxlab yotganimda kiyimlarimni yechib olgan.
va kiyimlarimni yuvgan, taxlagan, dazmollagan. U vaqt ajratgan va eng dahshatlisi, meni uyg'otishga hojat ham sezmagan. Chunki men unga qarshilik qila olmasdim. Nega? Bu savol javobsiz qolmoqda. Ammo bitta narsa aniq. Bu kvartira endi mening uyim emas. Bu joy kimningdir hududi. Va men faqat shu yerda uxlab qolgan narsaman. To'g'rirog'i, mavjudotman.